O'ziz men oxunni ham ko'ra olmayman. Oxundan keyin mushuk, hayvonlardan jirkanaman. O'timga tegib ketsa seskanaman, o'sha yerdan yuvib yuborishim kerak-da. Oxun ham xuddi shular qatori men uchun. Nimaiki nafratga sazovor gaplar bo'lsa hammasi oxun uchun, mana shunaqa parranda hayvonlar uchun. Yomon ko'rasanmi oxun? Oxundan nafratlanaman. Nimaga bir qandaydir yoqimsiz qilib qilganmi? Parasat yo'q unda. Umuman ong yo'q. O'rni bor, atak yo'q. Mediatorni kallasini ochib tashlabdimda, yiqsang shaqir-shuqir qiladi-da. Kallasi ishlamaydi uni. Kitob o'qimagan. U davolatib tursa aniq qilsa bo'lmaydimi? Yo'q, o'sha tug'ma unda. Yo'q. Pensiya olish kerak, unga pensiya berish kerak. Tug'ma nogironlik demoqchisan-da. Ha, aqlan zaifda u. Oxun. Oxun. Davronchi Davron. Davron oxunni ukasida u. Aka-ukam ular? Ha, lekin ozgina lichenasi bor uni. Foydasi bor-da. Atak o'xshash, baribir o'xshaydi-yu. Lekin Xarakterlari o'xshaydi deysan-da. dunyo qarashi ham bir xil. Yo'q. Hayotga bunday qaraganda Davron qanaqa qarasa, Oxun shunday qaraganda, Oxun chichgan, Davron bosgan. Yo'q.